Abdullah ibn Dinar degan kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan bir kuni chiqdim deydi. Xo'sh. Mekke'ye berib biz yo'lning bir yerda, Madinadan Mekke'ye minib ekan. Yo'lda Armalida bir yer to'xtadik. Birdan to'saq bir padichi tog'dan padillarni qo'ylarini haydab keldi. Umar radhiyallohu anhu padichini bunda sinab beqish uchun padichi maqma qo'ydim birini satqin dedi. Degandikin men palanninki quliman. Men o'zimning qo'y emas bu dedi. Degandikin sanash uchun, ya'ni degani men ma qo'yli menga omonat. Men va qo'ylachi xo'jimizningki. Men bu omonat xiyonat qilmayman dedi. Degandikin Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni sinab xo'janga buyuryap ketdi deb qo'yqini. Buyuryap ketdi desang bo'ladi degandikin padichinim debdi. Aynalloh. Allah shu. Allah nerede? Allah ko'mamdi. Mening bu gapni yolg'onchilik qilganligimni Allah bilmamdi degandikin Hazrat Umar radhiyallohu anhu yig'lab ketdi. Yig'lab ketib shuni bilan o bola bilan billa xo'jasining yoniga bordi deydi. Xo'jasining yoniga berib undan keyin bu bolani necha pulga sotsa deb Hazrat Umar setib oldi deydi. Setib olib undan keyin a'taqadka fi dunya hadhihi al-kalima wa arju an ta'tiqaka fil akhirah. Muş Allah'dan korkup Allah körep tuğmamdı degan söz. Degan sözün dünyada seni azat kıldı. Ahirette devzaktan seni azat kılışını ümit kılma dedi. Yani bu bir kulninki ifadesi. Dünyada azat kıldı. Dünyada azat kılıp ahirette azat kılışını Hazreti Ömer radıyallahu anhu ümit kıldı. Ömer radıyallahu anhu'mu hilafetinde İslam'ın altın devri yaşatılgan. Futuhatlar İslam'nınki dairesi kengaygan, nurgun diyarlar fetih kılıngan, haq aşkarı olgan, haq özününki meydanını ispatlagan, batılçı haqның aldıda bittirip turamay qalgan mushunda bir davr. Hazrat Umar radıyallahu anhu nim depti kendisi? Fırat tarafta, Fırat degan Irak'taki bir daryo bilimiz aynen. Fırat daryosının qishida bir qo'y ulab qalsa yoki bir tugi ulab qalsa Allah Taala mendan qo'yni mishq ulab qoldi, tugini mishq ulab qoldi deb mendan so'rashidan ansirayman degan. Ba'zi zayf rivoyatlarda bir tugi putlashib, bir qechi putlashib ketsa, Umar nimishq yo'lni sen ruslamida deb hisob so'rashidan men qo'rqim Allah Taoladan degan. Yani demak, o'zining qilgan yaxshiliklari bilan yetinib men shunchalar ishni qildim hamda deb banodincho yani o'lqin nafsiga tamanni verdigan menda holat bo'lmagan. Hatto Umar radhiyallohu anhu bir kuni zamindan bir samanni elib men mush bir saman bo'lib qolsam ekan. Meni onam tug'misi ekan. Mencho nasiyam mansiya ay unutilib ketgan hechim bo'lmagan, tilg'im elanmaydigan bir narsa bo'lsam ekan deb bo'lsamchi kashki deb Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Hazreti Umar radhiyallohu anhuga qasd qilingan xanjar urilgan kuni ey amirul mu'minin, kishilar Janobi Rasulullahga iymon etmay islom ojiz vaqtida siz iymon etib islom siz bilan islomni kuchlantirdi. Kishilar Rasulullahni yolg'iz qilib qo'ygan vaqtda sahajjat qilib Rasulullahning qishib turdingiz. Rasululloh vafot bo'lganda sizning rozi holatda vafot bo'lib o'lib ketdi. Sizning xilofatingizda ikki odam ixtiloflashibchi, ixtilof deydigan narsa bo'lmadi. Shunda adolatli bilan hukm qildingiz. Endi bunchalar samon bo'lsam ekan, bunda deb bunda hasrat chekib ketishning nimasi nima? Sababi nima? Bunda qilishning nima hojati? Degandikin Hazrat Umar radhiyallohu anhu dedi: "Al-maghrur man gharrartumu." Aslning gapinglik oldingi odam ash mag'rur shu. Ana qildim, mana qildim, men degan manda qildim deb shu o'zining qilgan ishi bilan gollangan oldingi odam, haqiqiy gollangan odam shu. Alloh bilan qasam, agar butun dunyodagi narsa mening bo'lgan bo'lsa, qiyomatning, do'zaxning azobidan emas, qiyomatdagi bir qo'rqinchining dan qutulish uchunchi men ashuni fidiya bergan bo'ladi. Ashning bedeliga berib yetib, ashundan qutulgan bo'ladi degan.
Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu bir günü özünün şagirdlerinin kaşıda oturup tağındikin şagirdlerden birisi teptiken. Men ashabul yamindim bo'lishni arzu qilmayman. Ashabul yamin degan kitap o'ng tarafidan berilgan. Ahli jannat olgan kishilardi. Xo'sh. Faqat men muqarrabiyildim bo'lishni umid qilaman debdi. Alloh taologa eng yaqin bo'lgan, yuqori martabalik bunday kishilardan bo'lishni umid qilaman degandan keyin Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh o'zining shogirdlariga Allohdan qo'rqishning qanday bo'lganligini, nimani umid qilib bo'lganligini o'rgatib nima deydi? Men bu yerda bir inson bor. Bu yerda bir inson bor, o'zini maqsad qilib, mencho ay to'g'rilib ketadigan bir yog'och olsam, hisobni ham berilmasam, mukofotni olmasam deydigan bir inson bor. Ya'ni demak bu yerda insonda qo'rqish, umid deydigan bir narsa bor. Ikki qanot bilan inson to'g'ri yashaydi. Umidvorlik tarafi besib ketgan vaqtida inson past bo'lib qoladi. Qo'rqinish tarafi haddan eshib ketgan vaqtida insonning hayoti bo'lmay darvishga aylanib qoladi. Ikkalasidan cho'ng islom bari. Shuning bu yerda inson davomli qo'rqinish tarafini kuchlantirib, davomli o'ziga mening qilib solgan amalimni Alloh qabul qilmasa qanday qilaman? Men o'zimni bunday ish qildim degan bilanchi Alloh menga bunday muobil qilib qolsa qanday qilaman? Deb mushunda yashash muhim ekanligini sahobalar hayotda yetkazgan. Haqiqatan yani Ömer radıyallahu anhu deb bilgan naydi ko'p tilg'alandi Ömer radıyallahu anhu'ningki. Shunchalik islomdan burun va islomning ichida mashhurligi, adolati bilan u agar bir yo'lda mangsa shayton yana bir yo'lda mangadigan bir sahoba ulgimiz, mu'minlarning amiri. Uning u aşı chig'ida so'zlangan so'zlarga qarab baxslamdi. Ashundaq fazilatga ega bir inson bo'lib, ashundaq bir natijalarni qo'lga keltirgan zot chig'ida shunchalik ansirab o'zining vaqt. Hattoki o'zining munofiqlarning tizimlikida men bormi deb shundan ansirab ketdimdi. Degan o'ylab baxsak holimizga musulmonlarning ahvoliga xuddi Alloh burun jannatning diplomini ep bo'lgandek, ular ep bo'lgan aslida dunyoda turib bishorat berilganlarning biri qo'y. Bugun ep bo'lgandek hamma ishlarni shunchalik rohat xiyolimiz yo'q, yurishlarimiz insonni haqiqatan o'yga soldi. Alloh subhanahu va taolo bu muborak oyda shulardan o'rganib